Aziz yurtdoshlar, bugun 1991-yil 1-sentabr O'zbekiston Respublikasi mustaqil davlat deb e'lon qilindi. Nazarov, xo'p. Tabriklayman, o'g'illi bo'ldingiz. Rostdanmi? Rostdanmi? Do'stim, o'g'illi bo'ldim. Bulbul sabon til berding, sevgi to'la dil berding, menga qo'shig'im bo'lding, o'zbegim. 25 yoshdasan, gul tojimsan boshdasan, sen boshqasan, o'zbegim. Yurtboshimiz 2016-yilni sog'lom ona va sog'lom bola yili deb e'lon qildilar. Barcha yurtdoshlarimizga tabriklayman, qizli bo'lding. tilagan holda efirlarimiz davom etadi.